Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli baliqchibozlari, Chinoz baliq bozori kanalining ashaddiy, qadrli, aziz va muhtaram muxlislari. Bugun 2025-yil 14-oktyabr haftaning demak, Xudo xolasa seshanba kuni Toshkent viloyati Chinoz tumani Chinoz baliq bozoriga yetib kelyapman akalarim. Har kuni soat peshindan keyinmi 15:00 baliq bozor boshlanadi. 15:00 dan soat 20:00 gacha bo'ladi bozor. Har kuni baliq bozor bo'lyapti. Mana hozir 5 dan 10 daqiqa o'tdi. 15 dan 10 daqiqa. 15 dan 10 daqiqa o'tdi. Akalar mana bitonkani bo'yib turibmiz. M39 bitonka yo'li mana. Ko'ringlar, kamaz o'tyapti. O'sha bitonkani yonida joylashgan baliq bozor kirib kelyapmiz. Hozir baliq bozor boshlangan bozor bo'lyapti. Baliqlar narxlarga tanishamiz. Ekran uzoqlar likelanamiz, obuna bo'lib qo'yamiz. Obuna bo'lish mutlaq tekin akalarim. Ketdik, charchamaylar, sog' bo'ling, boshladik ishimizni. Nargiza, assalomu alaykum, charchamayapsizmi? Tasvir baliq yetib keldi. Bular 1,5 ming, Laura opa. 1 kilo 200-300 tasvir balig'i, juda katta partiya, xudo xolasa. Qayerdaki bu? Qo'rg'oncha. Narxi qanaqa narxlari? Okalar, bugungi narximiz sensatsiya 20 ming so'mdan. Okalar, tirik, sveji keltirilgan. Mana. Mayda qismicha, Laura opa. 17. Bular qanaqa? 1 kilo 300. Asoya, nayzani aytamiz. Galvonga bezon taqamadik. 17 ming bugun narx. Xudo xolasa 17 ming. Repos ta'siri toza, sveji, tez tozalanib, tez pishadigan baliq. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Mana opamiz o'zlari charchamay, sog' bo'ling, sog' tezib bersin. Opaga uchasizlar, xudo xolasa tasirli baliq, sazan balig'i, libo baliq topib beradi. Kelasidan farqi yo'q. Mana charchamaylar, sog' bo'linglar, sog' deylarni bersin, yana bir bor mana. Akalarim baliq yemagan. Bu yoq ham sizlardami? Nargiz opa. Mana baliqlarni qaranglar akalar, bunaqasi kam bo'ladi. Mana sazanlarni qaranglar akalar. Juda katta partiyada akalarim. Bular yog'li yoqsiz. Yoqsiz sazan bor. Necha kilolik bular? 2 tepa, 1,5 tepa. 1,5 dan 2 ga 2 tepaga ham bor, to'g'rimi? Akalar 40 ming so'm. Bular yog'li emasmi? Sal semizroq ekan. Boqilgan. Mana. Ko'ringlar akalar, qiziqqanlar kelaverlar Chinoz baliq bozoriga. Sog' bo'linglar, charchamaylar. Assalomu alaykum, xormaylar. Tasvir baliqni 1,5 kilo 2 tepa tasvir baliq sveji keltirilgan. 30 ming kilosi. Bugungi narxlar 30 ming akalarim Chinoz baliq bozorida. 2 kilolik orasida ular 37 ming. To'g'rimi? Gap bo'ldi. 3 kilolik ekan. Sazanlar. Qanchada? 40 ming so'm. Bular 1,5 1 kilo 200 a. 1 kilo 200, 1 kilo 300 chiqadi. 40 ming so'mdan narxlari. Ko'proq olsalar 8 dan joyi bormi? Bo'ladigan shu ekan. Bo'ldi. Charchamaylar, sog' bo'linglar. Savdolarni beraversin. Akalar, karas yemaganlar bormi? Karasni ishqibozlari bor ekan. Mazaq karas yemagan baliqlar. Karaslar yetib keldi. Kilosi 7 ming so'm. Bu ham sveji. 7 ming so'm. O'zbekiston so'mida. Charchamaylar, sog' bo'linglar. Yana bir bor. Xo'p. Assalomu alaykum, xormaylar, akalar. Baliq yegan ishbozlar uchun baliqning udarlari, sazan balig'i, zo'rlar, yog'li yoqsiz. Yoqsiz varianti. Necha kilolik bular? 1 kilo. Akalar 1 kilo standart. 1 kilo 200 gacha. Katta partiya yetib keldi. Xudo Chinoz baliq bozorida Azizboy ukamizning do'koni bor. Hovuzlarida, xudo xolasa. Do'stim, bu narxlar qanaqa bo'lyapti bugungi narxlar? Akalar, bugungi narxlar 35 ming so'm so'radi, to'g'rimi? Optim narx ko'tara savdo akalar. Kelasizlar, xohlagan tanlaysizlar. Bu yerda xudo xolasa savdo bo'ladi 35 ming so'mdan. Yoqsiz variant ishyapti, mana xudo xolasa. Yerda kariflar bor ekan ichida. Mana. Savdolarni berib charchamaylar, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, xormaylar akalarim. Baliq yema, baliq ishbozlarini ko'ringlar. Bu yerda xudo xolasa katta partiya, to'liq hovuzimiz baliq. Bu yerda tasvir baliq asosan. Bu assortiment. Ichlarida xudo xolasa amur bor. 700 dan 1,5 kilogacha tasvir baliq yetib keldi xudo manzilga. Sveji akalar. 15 ming so'mdan 25 minggacha bo'lgan tasvir. Baliqlarning ichida 15 mingdan boshlanib 25 minggacha bo'lgan yirik baliqlar ham bor. Ajratadi bolalar, xudo xolasa savdo boshlanadi, to'g'rimi? Xudo xolasa. Kilosiga qarab kelishtirgan narxlari bor akalar. Optim narxi kelishtirib berib chiroyli qilib, xudo xolasa kelib ko'rib, aylanib, mana xudo xolasa tekshiramiz. Charchamaylar do'stlar, sog' bo'linglar, savdolar. Bolalar boshladi xudo xolasa. Akalar 2 kilolik tasvir bilan bog'lanadi. 2 kilolik xudo xolasa yirik tasvir bilan. Bugundan qancha bo'lyapti sening? Narxlar qancha bo'lyapti tasvir bilan?
37 ming so'mdan. 32 ming so'mdan ekan. 32 mingdan tasviri baliqlari. Xudo bu yerda ham 400-500 kilo bor-a? 500 kilo bor, 400-500 kilo. Gap yo'q. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Akalar baliqlar ko'p, juda ham ko'p baliq. Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Okalar baliq degan baliq bozor uchun cho'rni pyo'stir balig'i 1,5 kilo, 1 kilo 600 atrofida. To'g'rimi? Katta baliq. Bu yerda ham 300-500 kilo bor-a? Narxi 25 ming so'm. Akalar mana optim narx aytyapmiz 25 mingdan xohlagancha olaveringlar. Hammasi. Mana. Ko'rib, xudo xolasa aylanib ko'rsanglar ham bo'ladi. Undan tashqari yirikroq bor. Bu tomonda 2 kiloli do'stim. 2 kiloli tasvirlarimiz 30 ming so'mdan. 30 mingdan olaversa, xudo xolasa kelib, bu yerda ko'proq olgan bunga qaraganda. Mana. Xudo xolasa tez pishadigan, tez tozalagan baliq mana shu bo'ladi. Kelib, ko'rib 30 ming aka, ko'ringlar. Baliqning udorlari Chinoz baliq bozorida. Kirish qismi shap qo'l birinchi qo'l. Do'stim charchamanglar, sog' bo'linglar, savdolarni bersa, kuninglar xayrli bo'lsin. Baliq olish bozori shu mana. Kelib, aylanib ko'rib olsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Charchamang do'stim. Baliqning udorlari akalar. Assalomu alaykum, Xorbeylar aka. Charchagan akamiz o'zlari. Ismingiz kim aka? Yo'q akalar mana. Xudo xohlasa baliq sotadigan akalarimiz, baliqchi akalarimiz. Demak, sazan baliqlari keldi. Daryo, ko'l qanaqa aka bu? Bu o'zimizning mesni ko'lniki. Ko'l baliqlar, sazanlar, yoqsiz sazanlar. Necha kiloli aka bular? 3 kiloda tepasi. Ko'rsating kattasi bo'ladi, yeriga olib bitta. Akalar mana. O'zingizlar baho beringlar akalar. Biz maqtamaymiz. Baliqni zo'ri, o sekin mana. Akalar ko'ringlar. Aylanib ko'rsanglar bo'ladi, sveji tirigi mana. Xudo xohlasa, afsonaviy deydi-ku. Aka narxlari qanaqa bo'lyapti bularni? Bular 60 ming, 60 ming. Akalar 60 dan 60 minggacha kilo, mana shu katta ekan, mana shu mana qarang, bitta kattani olaylik akalar mana. Katta kichikligiga qarab. Kattalashganda narx qimmatlashadi. Demak, sazan, sveji, yog'li, yoqsiz bo'lsa, yoqsiz dedingiz. Yo'qlari Xudo tanlab olsanglar bo'ladi. 60 ming, 65 minggacha kilosi bor. Mana ko'ringlar aka, bir katta tog'ora to'la balig'imiz bor. Demak, tozalab berish anaqa joyi ham yo'l qo'yilmaganman. Olgan odamga tozalab berish iloji bor. bolalar bor. Bor, shunaqa bolalar bor aka, baliqlar ham olgandan keyin to'raga qo'yib olinadi, tozalab chiroyli qilib berishadi. Yuvib chayba. Mana aka kelasizlar. 100 kilo 200 kilo odamsa mashinamiz ham bor deydi. Gap yo'q. Ko'proq olgan odamga dastlabki qilib berishadi. Mana bu ichida tiriklar bor, bu yerda aka. Bu yerda ham bor. Aka mana ko'ringlar. Demak, yo'qda отдельно hovuzlar qo'ygan. Kilomga solib, muravega, akalar. Ha. Bunaqa variantlari bor. Demak, baliqga mo'shib ekan, ishtahani qitirliga sazan bor. 55 ming bular. Mana, bular 50 mingdan 55 minggacha. Gap bo'lsa, baliq masalan 2 kilodan mana. Tiriklar yutib chiqdi. Aka sog' bo'linglar, charchamanglar, kuninglar xayrli bo'lsin. Bozorlarni bersin.